Xayrli günler, muhterem milletdaşlar. Topşuruğubizni boshlab jiberib, ekranlar oldina Eski Kulatki rayoni O'rta Terishka og'ilida g'imir kechirishi Abdurayev Shavkat Zarifullayevichni chaqirib olamiz. Chunki bugun u o'zining motor 65 yoshlik yubileyin qarshilay. Shusha g'imir tantanasi bilan ona, qizi Liliya, o'g'li Mars, kelini Elvira, kuyovi Rinat, iniqlari Liana, Maryam, Ralina ham Azaliya, tug'anlari, opalari, singlisi, ikki obisi g'aylalari bilan qudag'ilari Sызрань, Samara, Maliqli, Eski Zelenoy, Kubra, O'rta Terishka ovullaridan barcha yaqinlari da ixlosdan qutlilar. Bizning yaratgan kishimiz O'rta Terishka ovulinda tug'ib, g'imiri bo'yi o'zining kishi vatanining patrioti bo'lib, bir qoidada ketmisha tug'an jeri uchun yonib yashay. Armiya saflarida bo'lib, nomusli etib harbiy xizmatini o'tay. Qaytgan kunidan olib, g'imiri bo'yi Rassvet kolxozida traktorist bo'lib xizmat etdi. G'ayla qurib, aniyimiz bilan bizni, ikki bolalarin tarbiyalab o'stiralar. Ikkimizni da o'li turmush yo'lina bostiralar. G'imiri bo'yi atiyimiz o'zining g'aylasi uchun yonib yashagan kishi bo'ldi. Oni qiyu birkit bilan chog'ishtirib bo'lar. Biz ulg'ayib, ko'pdan endi ayrim yashasak-da, baribir atiyimizni sog'inib, ularga gel qo'noqqa qaytib, nindigina ish boshlamayik, onardan ruxsat ham kengash olib qina yashaymiz. Qadrli kishimiz bizning. Ixlos ko'ngildan qutlaymiz seni, shunday ulug' yubileyin bilan. Tilimiz senga kelashakda da, aniyimiz bilan esenlikda, sog'likda, motor g'imir etamiz. Hali bizdan kelgancha biz da sizga yordam etib, yoshroq qo'noqqa qaytib yasharga tirishirmiz. Bugun bizda ulug' bayram, atining tug'an kuni. Hurmatli kishi ovulda ishtaydi kun-tuni. Bugun uning 65i balqib o'tira turdi. Kelmasin edi bir shular, kelib tursin g'imirga. Ani bilan do'st ham totu g'imir bo'yi yashaylar. Bir-birsini bir qo'yishanda to'pas etib dashmilar. Enim bilan ikkimizga g'imir bo'lib ketganlar. O'z tirishliklari bilan shusha kunga yetganlar. Atiyimiz bik yordamshil, bizni ul bik yarata. Ikkimizni tegiz ko'ra, g'adil bizga qarata. Aqlli kengashlari har shak yordam etalar. Anga qo'noqqa kelishilar rahmat aytib ketalar. Turmushimiz mo'l bo'lsin deb kun-tuni tirisha. Yordam kerak bo'lgan chaqda tug'anlarga bo'lisha. Hurmatli kishim, atiyim, sen bizga motor o'rnak. Maxsus bag'ishlangan she'r bo'lsin bizdan zo'r bo'lak. Ani bilan tegizlikda yashagiz birga. Yozsin sizga kiyov, kelin hurmatlarin ko'rirga. Sog'lig'ingdan ayirmasin, ul har kimga keragi. Uzoq yasha bo'lib har shaq g'ayla bizning tiragi. Sen bo'lganda eylar yamli, sening bilan bek rahat. Barisi uchun ati senga zo'r rahmat. Qadrli Shavkat Zarifullayevich, baloniqlaringiz, tug'anlaringiz yo'llagan tilaklarga bek tilab biz da qo'shilamiz. Yubileyingiz qutli bo'lsin, baxtli bo'ling'iz. Yoqlarga qaytdim men atiyimning uyine. Atiyimning qopqalari gül şulay aşıqdırсын. Eli tağın uzaq yıllar
күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын узак еллар күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын узак еллар күршергә